250 ming so'mga Honda Ashirbi keldi tug'anlar. 250 ming so'rab atat, daha sozlash yo'llari bor. Chiqargan yili 1999 1.6 правый mexanika degan tug'anlar. O'zini sinaganlar bo'lsinlar. Liboy mashinadan deganlar bo'lsa, kim bor tug'anlar? Bor u правый mexanika deganlar. Dokument chog'idan taq. Liboy kuni o'tkazib beraman deydi. Pechkalar ishlayotgan, вложение по кузовunda bor ekan. Ke kamerani bir sera ko'rsataman. Laboylardan treshinalar bor, anam bunday yerlarda shpaglovka jalg'an yerlari bor ekan tug'anlar. Motor jag'idan demak biraz mayraslar bor deb to'g'risini aytib o'tadi. Mana bir sera daha tekshirishdir. Elektro ko'tarishdi. Tak, mana yo'qdi. Men ham salonni bir sera ko'rsatayin. Daryoga batganda olib turganlar buni aka. Salondor toza, airbaglar atgan emas ekan turganlar. Biroq pakuz shpaglovka jalg'an yerlari bor ekan. Do'ngraklar o'rta valda, titan diskalarda. Обмен bormi? Yo'q, только наличкаga surati. 250 ming so'mga kimga qiziq bo'lsa, o'sha Ashiribini qarab ko'ringlar do'stlar. Bularda chirik bo'lmaydi. Elektro ko'targichlar ishlayotgan to'rtavchi. Baylanish nomerlari 0704 menen 81 86 94 nomerine baylanishingizdir.